Spark haydovchi akalar, ukalar, ko'pchilik so'rayotgandi. Sparkga ham bitta kichkina video obzor qilib bering. Monitor qo'ysa bo'ladimi yo'qmi deb so'rashdi. Ko'rsatamiz. Sparkga bugun biz Diamond monitorini tanladik. 2K. Xudo xolisa mana ko'rsanglar bo'ladi. Turishi mana shunaqa bo'ladi. Hop, buni ham salafanini otsa bo'ladi. Bunda otsanglar mana monitor chiqadi mana. Hop. Bu monitorimizga Sparkga biz Sony kolonkalarni tavsiya berdik. Ya'ni oldi torpedkaga 10 razmer Sony mana 1039 qo'ysanglar bo'ladi. Pishalkali, ovozi juda zo'r. Hop, orqasiga polkasini olib tashamasdan mana bitta mana bunaqa narsa chiqqan. Shunday yechib turib buni qotiriladi va bunga 16 razmer kolonkani qo'ysanglar bo'ladi. Endilikda Sparkga bemalol 16 razmer radnoy joyiga kolonka qo'ysanglar bo'ladi. 16 razmerga bo'lsa, yana Sony 1639 modelini tanladik. Shu komplektatsiyasini qo'ysanglar, xudo xolisa Sparkda ovozlari ham zo'r chiqaradi va buni ko'rsatishi zo'r. Endi ovozni yanada balandroq monitorga chiqarish uchun har doimgidek Pioneerda minus ilchasini qo'yib yuborishinglarni tavsiya beramiz. Xo'p, mana mash komplektatsiya Sparkga kimga qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.